o'tmishingni ham o'ylama. Kelajagini ham o'ylama. O'tmish o'tib bo'ldi, qo'ldan chiqib bo'ldi. Kelajak hali qo'lga kirgani yo'q, kirishi noma'lum. Qo'lingda hozirgi dam shu, nafas shu, umr shu, hayoting shu. Hozirgi nafasing seni hayoting. Shu bilan band bo'lgin. Bu aynan Rasul akram alayhissalatu vassalomning sunnatlari, sahobalarning odatlari va ayni Naqshbandiy ulamolarining qoidalari shu. Shuning uchun aytiladiki, har bir amalingni birinchi va oxirgi deb qo'ying. Nimaga birinchi deb qo'yasiz? Oldingisi qabul bo'lganiga ishonch yo'q. Demak, mana shu namoz sizga najot berishi mumkin, bersa agar. Oldingisiga ishonch yo'q. Hozir peshni o'qidingiz. Peshni o'qimoqchisiz hozir masalan. Kechagi peshni bor, o'qiyasiz. Qabul bo'lganmi? Kafolat yo'q. Hozir imkon bo'lib turibdi. Ertaga peshinga imkon bormi? Noma'lum. Demak, mana shu namoz birinchi namozim deb bilish kerak. Nimaga birinchi deb bilish kerak? Birinchi marta qo'l urayotganingizda odatda shavq bilan, va mukammal suratda qilasiz. Rutina bilan emas.